5 cm ekan. Endi mana shu vaqt. Kattaniga zo'r ekan akalar. Uyingizga borib qolsam mana shu qo'ylarga 90 katta sovliqlarni boqish nasib qilsin. 8 ta sovliq, 2 dona qo'chqor. Tumchilar yig'ilgan qishloq, Sariq qishlog'idamiz. Akalar yaxshisidan chiqadi. Bitta laykni bosib qo'ygan akalar videoda. Hurmatli obunachilar, urg'ochi qo'ydi akalar zo'rini so'rashyapti akalar. Zotga yaxshi qo'y qilib olishga zo'ridan qo'chqor bilan komplekt akalar video syomka qilib beramiz. Videoda oxirigacha ko'rib turasizlar. Assalomu alaykum Chorva bozor YouTube kanali qadrli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa haftaning payshanba kuni 1-may 2025-yil biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha arzonchilar, optimchilar yig'ilgan qishloq, Sariq qishlog'idamiz. Ya'ni akalar qo'ylarni zo'rini olib keladigan Xursonjon akamizning qo'ralari keldik akalar. Bugungi video syomkamizda akalar qo'ylarni haqiqiy zo'ridan chiqadi akalar. Oyoq qo'li uzun, haqiqiy zotga qo'y qilib olishga qo'ylarda akalar yaxshisidan chiqadi. Bitta laykni bosib qo'ygan akalar videoda boshida. Xudo xolasa hammamizga shunaqa katta qo'chqorlardan katta sovliqlarni boqish nasib qilsin. Xurson akamizdan to'liq ma'lumotlarni olib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alishga keldingizmi? Xurson aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ahvol yaxshimi? Charchamayapsizmi? Sekin. Qo'ylar zo'r ketdi-yu. Sog' salomatmi? Rahmat aka. Qo'ylar yaxshilari keldi, xudo xolasa. Chiroyli, zo'r qo'ylar keldi. Hop. Xurson aka qarang. Nech partiya qo'y qo'yamiz? 3 partiya. 3 partiya qo'y qo'yib beramiz akalar. Laykni bosib, inshaalloh menga ham shunaqa qo'ylarni boqish nasib qilsin degan akalar bo'lsa, kommentariyaga o'z fikrlaringni bildirib qo'yasizlar akalar. Chunki mana bu sovliqlarimiz akalar haqiqiy oyoq qo'li uzun, ertadan keyin zotga yaxshi qo'y qilib olaman degan akalarimizga sovliqlarimizni toza liniyalardan kelgan. Chiroyli qilib ma'lumotlarni olib beramiz. Xurson aka, bu yerda nechta sovliq bor? Nechta ikkita qo'chqor, nechta sovliq bor? 8 ta. 8 ta sovliq, 2 dona qo'chqor. Aha. Jonivorlar, qo'chqorlar ham juda chiroyli. Qo'chqorlar ham zo'r qo'chqor. O'sha spisalni qo'yilgan bularni ham qaysi biri yoqsa bitta tanlab olish. Bu mash qo'chqorlardan qochmaganmi Xurson aka? Qochmaganmi bu? Yo'q, bular hozir yaqinda qo'shib qo'ydik. Yaqinda qo'shildi. Ha, shu nimaki endi billa qaysi biri yoqsa o'sha tanlab qo'shib olishaveradi degan maqsadda ikkita qo'chqorni chiqarib qo'shib qo'ydik. Sovliqlar ham qo'chqorlar bilan baravar ekanda, va? Ha, sovliqlar ham zo'r sovliq. Ha. Ular haqiqiy o'sha Qirg'izdan kelgan, o'sha Qirg'izda yaxshi sovliqlaridan. Bundan keyingisi Qashqadaryo. Xurson aka qarang. Bunday qilamiz. Hop, bu bo'g'ozmi, bo'g'oz emasmi? Bu qo'ylarni endi mana shu vaj. Men hozir buni bo'g'oz deya olmayman. Bo'g'oz ham deb bo'lmaydi. Endi buni mana shu vaj. Endi shuni olishsa mana yaxshi qo'chqor turibdi tepasida, yonida. Billa qo'shib bolani chiroyli qilib olib olishaveradi. Endi misolchi o'zlarining qo'chqorlar bo'ladigan bo'lsa, o'zlarining qo'chqorlarini ham qo'shib olishaveradi, xudo xolasa. Mana akalar qo'chqorni ham lekin komplekt olaman degan akalarimizga mana shu qo'chqorimiz ham juda zo'r ekan. Hurmatli obunachilarimiz, qo'ylarimizni birinchi o'rinda ma'lumotini beramiz. Yoshlari qanaqa buni? Qo'ylarning yoshi 4 yosh, 6 yosh. 4 yosh, 6 yosh. Bo'y-baslar qanaqa chiqadi? Qo'lingizda metr turibdi. Hozir mana bitta pastini ushlaylik. Mana shu ushla. Qora qo'y yonidagini qizilda, o ana shu. Eng past shu, ha? Ha, shu eng pasti shu. Mana. Oyog'ini to'g'rilab qo'ying, metr tashlang. To'g'rilab. Bo'ldi, metr tashlang. Mana. 80 cm. Ha, tishini ko'rsatib qo'y. Eng past 80 cm. Ha, 4 yosh qo'y. 4 yosh. Endi mana bu bodam gulini ushla. Ushlayman shu. Eng kichkinasidan eng kattasigacha o'lchab qo'yamiz akalar, chunki o'sha atrofida hisoblanib chiqaraverasizlar. O'rta hisob bo'laveradi. Ha, oyoqlari haqiqiy akalar dubinka oyoq ekanda. Hech joni bor. Qo'yavering metrda. Hop. 85 plus. 85 plus. Qo'ying boshqa yerda? To'xtatdi. Ha, qo'ying. Mana 85 belda tur. 85 ustida aka. 85 ustida, ha. Qo'yavering. Qo'yvergan. 80 dan 85 endi eng kichkinasi 80 cm, ha? Ha, kichkinasi 80. Oldi shu 90 dan balandda o'sha qora bor, mana buni qora qo'y bor. 90 dan o'tadi, 90 atrofi, xudo xolasa uyaltirmaydi. Hop, demak, akalar 80 cm dan bu yog'i 85 plusgacha, Xurson aka. 85-90 deyveraylik, xudo xolasa uyaltirmaydi. Yaxshi. Mana mash qo'ydan ushla. Ash qo'y ham zo'r qo'y. Ash qo'y ham 4 yosh. 4 yosh qo'y. Tanalari ham hamma yo'g'i qo'ylarni nimasi zo'r. Eng muhimi yosh aka bu. Qo'ylar o'sha 2 dona 6 tishi bor xolos. O'sha bodam guli bilan yana bittasi 6 tishida. Qolgani mana qoralari ham aka. 4 tishda. Sovliqda akalar zo'rlari lekin. Mana bu sovliqlarimizni obunachilarimiz tavsiya qilamiz. Mana buni ma'lumotlari. Mana shu ham 90 dan kam emas qorasi ham. Ha, bechara sog'lik garantiya. Endi shu holatda sovliqlar salkam 90 chiqayotgan bo'lsa, qo'chqorlar akalar 90 plus, ha bular. Qo'chqorlar ushlaylik. Qo'chqorlar ushlanglar bo'ladi. Ushlang qo'chqorlar.
Metr tashayinchi qo'chqorga. Bu afg'on bilan gibrid ekanda va Ha. mana. Hop. 95 sm ekanda. Shu metringiz salkam ko'pmayapti. 1 metrli metrmi? Ha. Bo'ldi. Bag'ami 1. 1 metr. Xotirjam bag'i 1 mana. Bo'ldi. Manosiga tashlang. Tishi 4 ta 6 ga o'tyapti. Bunisi qo'zi. Juda chiroyli. Qo'zida eshakka o'tdi bunisi mana. Bu ham metr salkam ko'pmayapti mana akalar. Men to'sib qoldimmi? Mana, salkam metr kelyapti akalar. 1 metr kelyapti ozgina. Endi 90 plyusga hisoblanib qolaverasiz akalar. Shuni ham ko'rsatib qo'ying. Qo'llari ham Bu qo'zi. Zo'r. Hop, buni narxi qancha deymiz so'ydi qo'chqorlarni? Bu ikkovi qo'chqorni nech puldan deylik endi? Qancha 10 tadan qog'oz berilsa, o'sha $1000 berilsa. Kam bormi? Endi kelishsa, telefon qilsa, xudo xolisa kelishadigan joyi bor. Biz shu paytgacha aytgan narximizga sotmaganmiz, Alisher. O'tib beramiz. Bu qo'ylarni ham, bu qo'ylarni ham narxidan aytganimiz o'tib beramiz. Zotga xudo xolisa. So'raganlarga mana bunisi uzunroq ekan, lekin bunisi bundan ko'ra kaltaroq, lekin akalar suyagi yo'g'on ekan mana. Mana. Buni sal tushing buni, Xursand aka. Telefon qilsa, mayli kelishtirib beramiz. Ikkovidan bittani tanlab olishadi. Xolos. Bu so'mga gaplashamizmi? So'mga? So'mga ham kelishaveramiz. Unaqa baland aytmaymiz. Sal kelishtirib berasiz endi Ha, kelishsa. xudo xolisa kelishtirib beramiz. Bo'ldi. Soliqlarimiz qanchadan? Soliqlarga 6 dan deyapmiz. 6 million so'mdan. Ha, soliqlarga 6 million so'mdan narx aytyapmiz. 6 milliondan o'tadigan joyi ham bormi? Endi telefon qilsa, kelishtirib beradigan joyi bor. Telefon Bag'i qilsa. Samarqandgacha xudo xolisa dastlabkasi bor. Soliqlarimiz akalar ertadan keyin mana shu qo'chqorda komplekt qoladigan bo'lsalaring 8 ta soliq 6 million so'mdan kamini qilib beramizmi? Qilib beramiz xudo xolisa. Tanlab olish bo'ladigan bo'lsa, narxiga yana Kelishaveradi. ha, ag'i-bag'i kelishadigan yeri bor. Kelishiladi akalar. Xullas telefon aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bittadan like bosib videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Bundan keyingi partiyalarimizni olib chiqamiz akalar. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyalarimizga ham akalar o'zimizning Hisori qo'ylardan oyoq qo'li uzun, yaxshi sog'liq bo'ladigan variantlardan. Endi ichida bo'g'ozi ham bor ekan akalar. Endi to'g'risini aytganda 100% bo'g'ozga garantiya berilmaydi, Yo'q, yo'q, 100% garantiya bera olmaymiz. Nimagaki, buni bo'g'ozni bersak, ertaga tuvmay qolsa, yana mana shu to'g'riga, mana shu. Mana shu qo'y. Mana bo'g'ozga tortib turibdi. Qonni ham katta. Shuni bo'g'ozga beramiz mana shu qo'yni. Ha, endi qolganlari ham yerini tashagan, endi ichidan chiqib qolsa baxtlilar, agar chiqmay qolsa ham baxtlilar, chunki qo'chqor zo'rni qo'shib olishadi o'zlari. Ha, bunga ham bitta qo'chqorni qo'shib qo'yganmiz. Yosh qanaqa bulardi? 4 tish, 6 tish. 4 tish, 6 tish. qarisi yo'q. Shishagi bor. Bitta shishagi bor ekan, ha? Bir dona. Hop, bular ham asosan aksariyat 4 tishdan. Rangi kashtan svet akalar, qo'chqorda ham mana yo'g'onni qo'shib qo'yishibdi, polvonidan. Haqiqiy o'sha polvon qo'chqordan qo'shib qo'yish. Sog'liqlar nechta? 11 ta. 11 ta sog'liq, bitta qo'chqor. Ha. 12 ta bo'ladimi shunda? 12 ta, jami 12 ta. Maşallah. Bo'y baslar qanaqa chiqadi, Xursand aka? Bular ham 80 plyus. 80 dan yuqori. Ha, bitta pastini ushlaymiz, bitta balandni ushlab, o'rta hisob hali nima chiqarib qo'yamiz. Ushlagan bittasini. Mana shuni ushlash yerda. Mana shuni. Oyog'ini ushla. Tashlang metrda. 85 ekan. 85. 85 santimetr ekan. Keyin o'zi pashti o'rtachasi ekanda shu. 85 plus minusga hisoblab chiqib olishadi. 85 plus hisob qilaveradi. Ha. Endi buni o 90 dan oshiq 90 deversak-ku, hali ba'zi odamlar ham o'lchab ko'rib oladi-da, o'sha biz ertaga yuzimiz hali qolmasligi uchun 85 atrofi olishaversin. 80 dan baland. Qo'ylar lekin haqiqataniga zo'r ekan akalar. Qo'ylar chiroyli, zo'r qo'ylar. Ertadan keyin yaxshi qo'chqorni qo'shib bolasini olaverasiz akalar. Uyingizga borib qolsa mana shu qo'ylar agar. Qo'chqorni zo'rini o'zlarini qo'shib olasiz, xudo xolasa kuziga tug'ib beradi akalar. Qo'chqor ushlagan. Agar mana shu tug'adigan bo'lsa, kami 6 millionda akalar mana shu so'g'lar. Kami 6 million. Bo'g'oz bo'ladigan bo'lsa. Qo'chqor ushlar. Qo'chqordan bir ko'rib qo'yishsan, addini bir chiqarib ko'rsatib qo'y. Juda go'shtlar qo'chqor ekanda bu. Ha. Endi bu ham shishakka chiqardi. Ha. Qo'chqori juda polvon narsa ekan lekin. Qo'chqorning o'zi qancha? Qo'chqorning o'ziga 10 million berishaveradi. Kam bor-a? Kami bor. Haj jonivor, ehtiyot bo'ling, ehtiyot bo'ling. Kami bor. Buni ham metrlab qo'yinglar, xona. Metrlab ko'rib olasiz.
Mana qo'ylar tarafga qarab tursangiz, xotirjam turadi. Hop, 85 ustida ekan. Ishini ham ko'rsatdi. Endi shakl o'tibdi mana. Hop, sog'liq qanchadan Ruslan aka? Sog'liqlarga 48 dan berilsin. 4 million. 5 necha unaqa qarasalar o'tdi mana. 4 million 800 ming so'mdan. 4 million 800 mingdan. Bir joyga bo'lsa ketaveradi. Ozroq kelishamizmi? Telefon qilishsa? Telefon qilsa kelishamiz. Buni o'sha kecha endi baribir 5 qo'l baravar emas-ku. Ha. 5 qo'l baravar emas. Ozgina shu nimasi bor. Hammasini bir joyga olsa, oshga kamini kelishadi. Agar mabodo sog'liqlarni o'zini oladigan bo'lsalaring, qo'chqorlarning yaxshisi bo'lsa qo'shib olinglar aka. Yo'q, menga mana shu ikkinchi partiyada qo'ylar yo'qdi. Mana shu birinchi partiyada qo'chqor bilan birga qo'shib bering desalaring, akalar komplekt qilib jo'natilaveradi akalar. Yo'q, menga mana shu ichida yurgan qo'chqor ham bo'laveradi. Ichida yurib, mayli qo'ylarni akalar qo'ylar bilan birga yursin desalaring, mana shu polvon qo'chqorni ichida ketaveradi akalar. Pashta bo'ybastlar o'sha o'zi qo'chqor ham baravar turib 85 sm plus minusga hisoblanish qilaverasizlar. Hurmatli obunachilar. Endi buni qanchadan beramiz tanlab olishga? Tanlab olishga endi kelishamiz narxini. Optimiga mayli 48 danga Samarqandgacha dastavkasi bor. Samarqand viloyatigacha dastavkasi bor. Optimga kelishiladi, hurmatli obunachilar. Telefon qilsa, Alisher endi shu paytgacha bor-ku. Aytganimizga sotmaganmiz-da, baribir hayrana qilib o'tib berganmiz. O'tib beramiz, shundan shag'i ham o'tib beramiz. Hurmatli obunachilar, telefon qilsa kelishamiz, xudo xolasa. Telefon aloqaga chiqaverasizlar. Keyingi partiyalamizga ona bolasi bor. Keyingi partiyalarimizni ko'ramiz akalar. Yana to'liq ma'lumotlarni mana shu akamiz o'zlari berasiz-a, to'liq ma'lumot. Telefon qilsa bexijolat gaplashamiz telefon orqali. Keyingi partiyalarimizni ko'ramiz akalar. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyamizga ona bolalardan so'ragan akalarimiz uchun 4 dona ona bolasidan bor akalar. Mana bu ikkita qo'y bitta yurgan ekan akalar, bir qo'ra ekan. Ajramasa ekan mana shu ikkitasi. Rangi ham bir xil ekan, toni ham bir xil. Ahamiyat qiladigan bo'lsalaring, bolalari ham bir xil ekan. Buni Hurson aka, bolalari qo'chqarmi sog'liqmi? Ikkitasi qo'chqar, ikkitasi sog'liq. Ikkita sog'liq. Qaysi biri sog'liq? Ana uni sog'liq mana. Ana shu sog'liq. Keyin mana shu ushla qo'zi sog'liqda ham. Qaysini bolasi bu? Mana bu sog'liq, mana bu qo'ydiki. Demak, bu qo'y bilan mana bu ikkitasiniki qo'chqar ekanda. Mana bu qo'chqarcha. Mana qo'chqar. Qo'shqa qo'ydiki. Julla. Onalarining yoshi qanaqa buni? Qo'shqa 4 yosh. Mana qo'y ham 4 yosh mana bak mana katta qo'y. Mana ham 4 yosh. O bittasi 6 yosh xolos. 3tasi 4 yosh, bittasi 6 yosh. Bo'ybastlar akalar 80 dan buniki ham 85 sm gacha. Bolalari ikkita qo'chqar, ikkita sog'liq. Qashqaniki mana qashqa ekan, qo'chqarchalik ekan mana. Qulog'ini qarang, shalpon quloq ekanda. Onalari ham sifat akalar zo'r. Xudo xolasa mana shu kattalarni o'zi ajratib turib qo'chqar qo'shsa bo'laveradigan bo'lib qolibdi. Chunki bu qo'zilarimiz ham akalar onalari oyoq qo'li uzun. Mana onasi ham. Metr tashangchi. Tashang metrda. Tashayvering. Hop, 85 sm. 85 plus. 80 dan 85 gacha. Buni Hurson aka qanchadan beramiz narxini? 4 tasini. Bu 4 tasini optim olsa 6,5 dan. 6,5 million so'mdan. Dastavka ichida. Dastavka shu Samarqandgacha dastavka. Endi kamaytirib beramiz-da buni, telefon qilsa. Endi telefon qilsa, xudo xolasa o'tadigan joyi bor, o'tib beramiz. Optimiga olsa, yo'q, tanlab olamiz deyishadigan bo'lsa, u narxini yana kelishadigan yeri bor. Kelishamiz. Endi buni yakkalabki narxini kelishadi. Hammasi bir joyga bo'lsa 6 million 500 ming so'mdan. Yana telefon qilsa, yana kamini qilib beriladi. Xudo xolasa xayri bor, xayrani qilib beramiz. Telefon aloqaga chiqarasizlar, akalar qo'ylarni qanaqangi ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu telefon qo'ydi egalariga telefon qilib aloqaga chiqasizlar, o'zlari kelishtirib, nechta olsalaring ham, xullas telefon qilsalaring ish bitadi aka. Mana birinchi partiyamizdan ham, ikkinchi partiyamizdan ham, mana shu oxiri uchinchi partiyamizdan ham ish bitadi akalar. Manzillarimizni bir qator eslatib o'tamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha arzonchilar, optimchilar qishlog'i, Saroy qishlog'i akalar. Bugungi kuni hammangizga xayr va barakatli bo'lsin. Keyingi syomkalarimizni ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammaga omad.